Imom Ahmadning ixtizorida ajib bir ish bo'ldi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi. Otamning yonida edim. Otam bir hushidan ketadi, bir hushiga keladi. Bir hushidan ketadi, bir hushiga keladi. Hushiga kelganida yo'q, hali yo'q dedi. Hushidan ketdi. Yana hushiga keldi. O'ziga kelib, yo'q, hali yo'q. Shu so'zini qaytaraverdi. Bir necha marta hushidan ketib hushiga keldi, shu so'zini qaytaraverdi. Shunda o'g'li so'radi: "Ey otajon, nima bu? Hushingizdan ketyapsiz, hushingizga kelyapsiz, o'zingizga kelganda yo'q, hali yo'q deyapsiz." Imom Ahmad: "Ey bolam, nima bo'layotganini bilmaysanmi?" dedi. "Men bilmayman" dedim. Otam: "Albatta la'nati iblis uyini bir chetiga kelib, barmog'ini tishlab turib, mendan qutulib ketding-a, deb turibdi. Men esa hali yo'q deb javob beryapman" dedi. Shayton birodarlar siz bilan bizni umrimiz davomida vasvasa qiladi, shirkka, kufrga, ma'siyatlarga chaqiradi. Umri davomida kishi iymonda sobit qoladigan bo'lsa, oxirida ham noumid bo'lmaydi shayton. Mana shu ixtizor holatida, o'lim holatida bo'lsa ham adashtirishlikka urinadi. Imom Ahmadning oldiga kelib, qutulib ketding-a, shuncha tuzoq qo'ysam, shuncha bir adashtirsam ham qutulib ketding-a deganida Imom Ahmad: "Yo'q, hali qutulganim yo'q. Hali ruhim tanamda ekanmi? Hali tavhidning ustida kalimani keltirib, ruhimni omonatda topshirib olmayapmanmi? Hali qutulganim yo'q" deb javob beryapti. Chunki hadisda keladi, iblis aytadi: "Izzating va ulug'ligingga qasamki, modomiki ularning ruhlari jasadlarida ekan, ularni ig'vo qilishdan to'xtamayman." Alloh taolo aytdi: "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, modomiki ular menga istig'for etar ekanlar, men ham ularni kechirishlikdan, men ularni avf qilishlikdan, mag'firat qilishlikdan to'xtamayman" dedi. 241-yilni Rabiul Avval oyi 12-juma kunida Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal 77 yoshida vafot etdi. Juma namozidan keyin. Hijriy 3-asrning eng ulug' imomi vafot etdi. Solih chiqib, otasini vafotini odamlarga xabarini yetkazdi. Janoza asrda o'qilishligini aytdi. Odamlar bu ulug' imomini vafot etganini eshitib qattiq yig'lashdi. Ko'chalar odamlarga to'lib ketdi. Mutavakkilni Bag'doddagi valisi Muhammad ibn Tohir kafanlik uchun kerak bo'lgan narsalarni olib imomning uyiga jo'natdi va aytdiki: "Amir sizlarga salom" dedi va mana bu xalifaning nomidan. Agar xalifa shu yerda bo'lganda shu ishni qilardi dedi. Ya'ni bu paytda xalifa mutawakkil Bag'dodda emas edi. Ammo Imom Ahmadning farzandlari qabul qilishmadi. Albatta Amirul Mu'minin xalifa, otamiz xohlamagan narsani unga ro'baro qilinmasligini aytgan, deyishdi, qabul qilishmadi. Imom Ahmadning ahllari joriya yuvib qo'ygan bir kiyimni olishdi, ko'ylakni, yoniga lifofa, hanutni, yana bir idishda suvni sotib olishdi. O'zlarini uydagi suv bilan yuvishlikni xohlashmadi. Chunki Imom Ahmad farzandlari va ahllari xalifaning hadiyasini, oylik maoshini qabul qilgandan keyin ularning uydagi biror narsadan foydalanmay qo'ygan edi. Shuning uchun vafot etgandan keyin ham o'zini uydagi suvdan emas, ko'chadan suv olib kelib Imom Ahmad yuvishadigan bo'ldi. Imom Ahmadning g'usliga xalifaning oilasidan va Banu Hoshimdan bo'lgan kishilardan iborat 100 kishi qatnashdi. Ular kelib Imom Ahmadning peshonasidan o'pib, haqqiga duo qildilar. Hali odamlarni oldiga olib chiqmasdan turib, Imom Ahmadning oilasi Hoshimiylar bilan birga janozani avval o'zlari o'qishdi. Imom Ahmad vafot etdi. Shayxul Islom, musulmonlarning imomi, ahli sunnaning imomi, muhaddis olim, hadis, fiqh, zuhd imomi vafot etdi. Ahmad ibn Hanbal vafot etdi. Imom Ahmadni janozasini o'qishlik niyatda ko'chaga chiqqan odamlarni aniq qancha ekanligini Allohning o'zi biladi. Bag'dodning valisi Muhammad ibn Tohir odamlar orasida edi. Janozani o'zi o'qib berdi va janozani odamlar ko'pligidan bir necha bo'lib o'qishdi. Ko'pligidan. Imom Bayhaqiy rivoyat qiladi. Muhammad ibn Tohir ta'ziyaga kelgan kishilarning adadini bilishni amr qildi. Ularning adadini 1.300.000 ekanligini aytishdi. Yana bir rivoyatda 700.000 deyiladi. Ana shu kelgan rivoyatlarga qarasangiz, 700.000 dan 2,5 milliongacha odam janozaga qatnashdi.